Azizalarim, bu mani to'yidagi gullarim. Sirka qilishdan tashqari gul parvarishlari bilan ham shug'ullanaman va ularni ko'paytirishni juda ham yaxshi ko'raman. Bu mani aloyim. Buni sovunga olib keltirganman. Tabiiy sovun tayyorlayman. Lavanda va aloyni parvarish qilib, uy sharoitida tabiiy sovun tayyorlayman. Bu tegidagi oq narsalar, bu tuxum po'choqlarini ezib, maydalab, tegiga solganman. Gullarimga quvvat bo'lsin, yaxshi rivojlansin deb. Agar sizlarda bularni parvarish qilish haqida ma'lumotlar bo'lsa, ko'paytirish haqida ma'lumotlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketsanglar, xursand bo'laman. Bu yerda fikus gullarini ko'paytirishni ham yo'lga qo'ydim. Juda ham yoqimli, maroqli ish bu. Gulni ko'paytirib, uni barg chiqarayotganlarni ko'rish. Gullarni qaranglar chiroyliligini.